siz albatta ko'rishingiz kerak bo'lgan 6 drama haqida gaplashamiz. Birinchi drama Деловое предложение dramasi bo'lib, bu yerda dugonasini o'rniga uchrashuvga chiqqan qizning sarguzashtlari haqida. Keyingi dramamiz Sevachka do Bonsun dramasi. Bu dramamizdagi asosiy personaj Bonsun buvisidan o'tgan sehrli kuchga ega bo'ladi va uni boy bolaga telexranитель qilib qo'yishadi. Keyingi dramamiz Moy Demon dramasi bo'lib, bu dramadagi asosiy personajimiz ofis direktori ketib borgan qiz bo'lib, turmushga chiqish kerak bo'lgani uchun spiskdagi bolalar bilan birma-bir uchrashadi va bu albattagi uchrashuvda Demon bilan uchrashadi. Dramamiz Goblin dramasi bo'lib, bu dramada Demon smertniy bo'lish yo'llarini izlaydi, Azroil esa o'tmishda yo'qotib qo'ygan sevgisini yangi dunyodan qidiradi. Keyingi dramamiz Kumiho dramasi bo'lib, bu eng komediyaviy dramalardan hisoblanadi. Tulkiga aylanuvchi odamlarning sarguzashtlari haqida. Keyingi dramamiz Bora Debora dramasi bo'lib, bu dramada sevgida o'zining umuman omadi kelmaydigan Bora ismli qiz ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib, odamlarga sevgi va munosabatlar haqida maslahatlar beradi. Undan tashqari bu haqida kitoblar yozadi. Albatta bu dramalar namyorlar bilan mazza qilib ko'rishingizni maslahat beraman. Obuna bo'lishni unutmang.